Daraxtga o'tirgan qush hech qachon daraxt shoxini sinib ketishidan qo'rqmaydi. Chunki u daraxt tanasiga emas, o'zining qanotlariga ishonadi. Shunday ekan, odamlardan xafa bo'lmang. Sababi har kim saviyasi hamda tarbiyasiga ko'ra ish tutadi. Asablarni asrang, chunki o'ylab gapirish yoki yaxshilik qilish hammaga ham emas. Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar. Tinchlik va osoyishtalik sizlarni tark etmasligini tilagan holda may oyi uchun kutilayotgan yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari. May oyi qo'y burji vakillari uchun ko'p sohalarda muvaffaqiyat keltiradi. Biroq ish qidiruvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun ko'p mehnat qilishlari kerak. Moliyaviy masalalarda keskinlik kuchayishi mumkin. Keraksiz xarajatlarni bartaraf etish uchun byudjetni rejalashtirishingiz kerak bo'ladi. O'z navbatida hamma narsa unchalik yomon kechmaydi. Ish bilan band bo'lganlar uchun ko'tarilish kuzatiladi va bu ularga moliyaviy tomondan foyda keltiradi. Oyning ikkinchi yarmida pul kelishining ortishi ehtimoli yuqori. Oyning boshi turmush qurganlar uchun qulay bo'ladi. Er va xotinlar bir-birlarining his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilishadi. Bir-biriga bo'lgan muhabbat ham ortadi. O'zaro munosabatlar uyg'un bo'ladi. Oyning boshida qadrdonlar bilan munosabatlarda kelishmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin, lekin ular tez orada hal qilinadi. Bu oyda qo'y burji vakillari sog'ligidan shikoyat qilmaydi. Barcha surunkali xastaliklar ularni chetlab o'tadi va agar siz o'z vaqtida tibbiy sohaga murojaat qilsangiz, kichik muammolar ham tezda hal bo'ladi. Buzoq burji vakillari. May oyi buzoq burji ostida tug'ilganlar uchun omadli oy bo'ladi. Yulduzlarning ta'siri tufayli mehnatingizning yaxshi natijasini olasiz. Professional faoliyatda siz muvaffaqiyatga ishonishingiz mumkin. Moliyaviy jihatdan bu buzoq burji vakillari uchun ko'tarilish va pasayishlarga to'la vaqt bo'ladi. Oyning boshi noqulay qo'yilgan harakat tufayli unchalik qulay bo'lmaydi. Rejalashtirilmagan xarajatlar sizni bezovta qiladi. Bundan tashqari, pulning bir qismi sog'lik muammolarini hal qilishga sarflanishi uchun olib qo'yilishi kerak. Oyning ikkinchi yarmida vaziyat yaxshilanadi va moliyaviy manfaatlarga ega bo'la boshlaysiz. Yangi daromad manbalarining, jumladan maxfiy manbalarning paydo bo'lishi ham istisno qilinmaydi. Bu vaqt sevgi uchun yaxshi bo'ladi. Oila a'zolaringizga baxt kulib boqadi. Sevgi hayoti va oilaviy hayot janjal hamda qarama-qarshiliklarga o'rin qoldirmasdan zavqlantiradi. Sizning ittifoqingiz faqat kuchayadi. Oyning birinchi yarmida buzoq burji vakillarida yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Shifokorga murojaat qilishni va tibbiy ko'rikni kechiktirmang. Egizaklar burji vakillari. May oyi egizaklar burji vakillari uchun professional nuqtai nazardan omadli bo'ladi. Karyera zinapoyasida yuqoriga ko'tarilish bo'lishi kutiladi. Sizning pozitsiyangizdan norozi bo'lishi mumkin bo'lgan raqobatchilarning intrigalari va hasadlari borligini yoddan chiqarmang. Biroq siz yomon niyatli odamlarni orqada qoldirishingiz o'z harakatlaringizga bog'liq bo'ladi. Oyning birinchi yarmida byudjetga putur yetkazmaslik uchun sarf xarajatlaringizni mo'tadil qilishingiz lozim. Shunda may oyida daromadning oshishiga ishonsangiz bo'ladi. Oilaviy hayotda hamma narsa tinch bo'ladi. Biroq er-xotinning kelishmovchiligi bo'lishi istisno qilinmaydi. Siz hamkasblaringizga e'tibor bermaysiz. Uy vazifalarini to'g'ri taqsimlash, ziddiyatli holatlarni aylanib o'tish yaqin munosabatlarda tinchlikni tiklashda yordam beradi. Bolalar o'zlarining muvaffaqiyatlari va yutuqlaridan mamnun bo'lishadi. Salomatlik nuqtai nazaridan egizaklar burji vakillari uchun qulay davr bo'ladi. Xastaliklar yo'qoladi, ammo bu yomon odatlarga qaytish uchun sabab bo'lmasligi kerak. Bu belgining ba'zi vakillari charchoq va stressni boshdan kechirishi xavfi mavjud. Ortiqcha ishlamaslik uchun ish va dam olish o'rtasida muvozanatni saqlash muhim bo'ladi. Qisqichbaqa burji vakillari. Bu oy qisqichbaqa burji vakillari uchun noaniq davr bo'ladi. Ushbu davr kasbiy jihatdan qiyin bo'ladi. Shuni yoddan chiqarmangki, rahbariyat bilan har qanday nizolarni oldini olishingiz kerak. Bu jiddiy muammolarga aylanishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Ish qidirayotganlar uchun oson bo'lmaydi. Oyning birinchi yarmida rejalashtirilmagan xarajatlar yuzaga kelishi kutiladi. Keyinchalik moliyaviy ahvol yaxshilanib boradi va pul bilan omad sizga kulib boqadi. Aql bilan amalga oshirilgan investitsiya kelajakda sizga foyda keltirishi mumkinligi yodingizda bo'lsin. Kelajakda foyda keltirishi mumkin bo'lgan uzoq muddatli loyihalarga e'tibor qaratish shunga arziydi.
Sevgi munosabatlarida qisqichbaqa burji vakillari ko'tarilish va pasayishlarni boshdan kechirishadi. Oyning birinchi yarmida siz sukut saqlashga uringan munosabatlardagi muammolar yuzaga chiqa boshlaydi. Keyinchalik er-xotinlar uchun qulay vaqt keladi. O'zaro yaqin munosabatlarda kuchli o'zaro sevgi va uyg'unlik hissi paydo bo'ladi. Qarindoshlar bilan munosabatlarda siz ikki tomon o'rtasida yuzaga keladigan nizoda sudyalikni egallashingiz mumkin. Sog'lik nuqtai nazaridan shikastlanish xavfi yuqori. Yulduzlar haydovchilarga maksimal darajada ehtiyot bo'lishni maslahat berishmoqda. Uzoq safarlarda asosiy e'tiborni ehtiyot bo'lishga qarating. Arslon burji vakillari. Bu oyda Arslon burji vakillari kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga ishonishlari mumkin. Ishlar ko'p bo'ladi, ammo mehnatingiz besamar qolmaydi. Shu bilan birga sizda xarajatlar oshadi. Keraksiz xarajatlarga yo'l qo'ymaslik va kutilmagan vaziyatlarda xavfsizlik yostig'ini yaratish uchun byudjet haqida o'ylashingiz kerak. Oyning ikkinchi yarmida siz uchun yashirin boylik uchun imkoniyatlar paydo bo'la boshlaydi. Bu oy Arslon burji vakillari uchun shaxsiy hayot masalalarida qulay kechadi. O'zingizning dono ekanligingiz va bilimingiz orqali yaqinlaringiz bilan hamkorlikni ishonchli tarzda saqlab qola olasiz. Munozaralar va kelishmovchiliklar qisqa muddatli bo'ladi va katta janjalga aylanmaydi. Juftingiz bilan birgalikda qiyinchiliklarni yengishingiz mumkin va bu munosabatlarni mustahkamlashda yordam beradi. Oilaviy hayotda xavfli vasvasalar paydo bo'lishi istisno qilinmaydi. Ammo bu jiddiy oqibatlarga olib kelishini oldini olishingiz lozim. Salomatlik borasida Arslon burji vakillari holatlarga e'tibor berishlari lozim. Chunki sizni taslim qiladigan holat bo'lishi ehtimoli mavjud. Shuningdek, asabiy charchoqqa olib keladigan ortiqcha ishlardan saqlaning. Parizod burji vakillari. Bu oy Parizod burji vakillari uchun martaban nuqtai nazaridan yaxshi bo'ladi. Oyning boshi professional faoliyatda qulay bo'ladi. Sizning harakatlaringiz e'tiborga olinadi va siz o'z pozitsiyangizni mustahkamlay olasiz. Sizning qat'iyatingiz maqsadlaringizga erishishingizda yordam beradi. Bo'sh vaqt uchun ish qidirish omadli amalga oshiriladi. Kutilmagan manbalardan pul tushumlari inkor etilmaydi. May oyida Parizod burji vakillari sevgi bobida barqarorlikdan xursand bo'lishadi. Do'stlaringiz bilan suhbatda norozilikni ko'rsatish juda muhim. Har qanday beparvo so'zlar yaqinlaringizni xafa qilishi mumkinligini unutmang. Agar juftingiz sizni tanqid qilsa, har qanday holatda ham o'z pozitsiyangizga turishga shoshilmang. Vaziyatni chuqurroq tushunishga harakat qiling. Oilaviy hayotdagi uyg'unlikning kaliti uy vazifalarini taqsimlanishida bo'ladi. Bahorning 3-oyida salomatlik Parizod burji vakillarini tushkunlikka solmaydi. Siz hayotga to'lasiz va kasallikka qarshi tura olasiz. Immunitet tizimini mustahkamlash uchun to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berishingiz zarur. Tarozi burji vakillari. Bu oyda yulduzlarning ta'siri Tarozi burji vakillarini kasbiy faoliyatida qiyinchiliklarga olib kelishi xavfi mavjud. Ish joyida sizga ham ta'sir qiladigan keskin o'zgarishlar bo'lishi kutiladi. Hamkasblar bilan muloqot qilishda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Sizga qarshi har qanday so'z ishlatilishi mumkin. Moliyaviy ahvol barqaror bo'ladi, lekin keraksiz xarajatlardan qochish kerak. Oilalilar uchun may oyi bir oz hayajonli kechishi mumkin. Vaqti bilan turmush o'rtoqlar o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. O'zaro tushunishga yordam beradigan murosalarni topishga harakat qilish muhimdir. Salbiy fikrlar siz uchun ko'proq muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligini unutmang. Bir-biringizni ayblash sizga hech qanday foyda keltirmaydi va ittifoqingizni qo'llab-quvvatlasangiz yaxshi bo'lardi. Bu oyda salomatlik Tarozi burji vakillarini bezovta qilmaydi. Biroq muntazam tibbiy ko'riklar va to'g'ri ovqatlanish haqida unutmaslik kerak. May oyining ikkinchi yarmida asabiy zo'riqish bo'lishi xavfi mavjud. Siz ko'proq dam olishingiz va ochiq havoda vaqt o'tkazishingiz kerak. Chayon burji vakillari. May oyida Chayon burji vakillari hayotning turli sohalarida muvaffaqiyatga erishishadi. Lekin shu bilan birga ular qiyinchiliklarga duch kelishlari ham istisno qilinmaydi. Davrning to'liq jihati tufayli hamkasblar bilan janjallashishingiz va imijingiz xirallashishi xavfi yuqori. Shu bilan birga oy oxiriga kelib obro'yingiz tiklanishi va hamkasblar sizning fikringizni tinglashni boshlashadi. Moliyaviy vaziyat barqarorlikdan mamnun bo'ladi va uni tejashga asosiy e'tiborni qarating. Sevishganlar o'rtasida sevgi va muhabbat paydo bo'ladi va har xil oldingi tushunmovchiliklar to'xtaydi. Nikoh taklifi inkor etilmaydi.
Juftingiz bilan munosabatlarda siz har qanday muammolarni muhokama qilishingiz kerak. Bunday samimiy suhbat faqat sizning ittifoqingizni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, may oyida Chayon burji vakillari oshqozon ichak trakti bilan bog'liq muammolarga duch kelishlari xavfi mavjud. Oziq-ovqatdan zaharlanish ehtimoli yuqori. Qon bosimi bilan bog'liq muammolar ham bezovta qilib turadi. Shikastlanish xavfi ham mavjudligi to'g'risida unutmang. O'qotar burji vakillari may oyida O'qotar burji vakillari professional faoliyatida qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Uzoq vaqtdan beri orqaga surayotgan narsalar sizga o'zini eslata boshlashadi. Ushbu muammolarni hal qilish juda ko'p kuch va vaqtni talab qiladi. Nufuzli insonlarning yordamiga ishonishingiz mumkin. May oyida xarajatlarni nazorat qilish va tejash rejimini ishga tushirish lozim. Tejamkorlik o'zingizni ishonchli his qilishingizda yordam beradi. Bu oyda asosiy e'tiborni ko'zlar, oyoqlar va tishlarga qaratishingiz kerak. Shu sababli sog'lik muammolarini oldini olish uchun tibbiy ko'rikdan o'tish shunga arziydi. Tog' echkisi burji vakillari may oyida tog' echkisi burji vakillari kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga ishonishlari mumkin. Rasmiylar sizning xizmatingizni tan oladi va bu sizning daromadingizga yaxshi ta'sir qiladi. Oyning birinchi yarmida siz eski qarzlar va naqd pul tushumlarining qaytarilishiga ishonishingiz mumkin. Pulni oqilona boshqaradigan va tejashni biladigan tog' echkisi burji vakillariga omad kulib boqadi. Shu bilan birga ko'zingizni hamda sog'lig'ingizga e'tibor berishingiz lozim. Shuningdek, doimiy stress asabiy taranglikni keltirib chiqarishi mumkinligini unutmang. O'rtacha jismoniy faollik va toza havoda sayr qilish psixik holatni barqarorlashtirishini unutmang. Qovg'a burji vakillari bu oyda omad ish izlayotgan qovg'a burji vakillari tomonida bo'ladi. Siz qo'shimcha daromad manbasini topishingiz yoki yaxshi ish sharoitlari bo'lgan ishga joylashishingiz mumkin. Sizning barcha mashaqqatli mehnatingiz yaxshi natija beradi. Moliyaviy ahvolingizni mustahkamlasangiz bo'ladi. Oyning ikkinchi yarmida kutilmagan xarajatlar yuzaga kela boshlaydi. Shuning uchun siz pulingizni oqilona boshqarishingiz va isrofgarchiliklardan qochishingiz kerak. Bu vaqtda o'zingizni juftingizga bog'langandek his etasiz. O'rtangizda romantika kuchayadi. Bu vaqtda sizning munosabatlaringiz jiddiylashadi va siz tugunni ochish borasida ko'p o'ylashingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, bu kunlarda turmush qurishni taklif qilish omadli amalga oshiriladi. Oyning ikkinchi yarmida qovg'a burji vakillarining oilaviy hayotida janjal kelib chiqishi bilan xavf soladi. Bu munosabatlarni buzadi va keskinlikni keltirib chiqaradi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun ko'proq vaqtingizni ish bilan o'tkazishga harakat qiling. Shuningdek, yulduzlar bu oyda qovg'a burji vakillariga uzoq safarlardan voz kechishni maslahat berishmoqda. Chunki jarohat olishingiz xavfi yuqori. Siz ruhiy salomatligingizga e'tibor berishingiz kerak. Doimiy stress depressiyaga olib kelishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Televizor oldida va telefonda kamroq vaqt o'tkazishga harakat qiling. Ochiq havoda ko'proq sayr qilishni afzal ko'ring. Baliq burji vakillari bu davrda baliq burji vakillari o'zlarining xizmatlarini rahbarlari tomonidan tan olinishi va obro'sini oshirilishini kutishlari mumkin bo'ladi. Karyera zinapoyasida yuqoriga ko'tarilish bo'lishi mumkin. Sizning oldingizda yangi ish topish uchun qulay davr bo'lganligi sababli yaxshi istiqbollar ochiladi. Moliyaviy ahvol sizni muntazam daromad bilan xursand qiladi. Biroq shunga yarasha sizning xarajatlaringiz ham o'sha boshlaydi. Yulduzlar may oyida baliq burji vakillariga qarz olmaslikni va kredit beradigan tashkilotlarga murojaat qilish borasida o'ylab ko'rishni maslahat berishadi. Oilalilarning hayotida o'zaro tushunish vaqti keladi. Siz uy ishlarini oqilona taqsimlashingiz va birgalikda ko'proq vaqt o'tkazishingiz kerak. Har qanday muhim masalalarda hamkasblar bilan maslahatlashib oling. Birgalikda siz to'g'ri qaror qabul qilishingiz lozim bo'ladi. Shu bilan birga baliq burji vakillari o'zlarining ruhiy salomatligiga ko'proq e'tibor berishlari kerak. O'zingizni salbiy tashvishlardan himoya qiling. Oilangiz va do'stlaringiz bilan ko'proq birga vaqt o'tkazing. Ijobiy his-tuyg'ularni almashing. Bu oyda bo'g'inlar sizning zaif joyingiz bo'ladi.